Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda bizni tomosha qilib turgan obunachilarimiz, barchalaringga xayrli kun tilagan holda videolarimizni boshlaymiz. Bugun sanamiz 2025-yil 3-may sanasida turibmiz. Mana bu 1 gektar dalamizga o'zimiz ko'chat yetishtirib, mana shu yerga ekkanmiz. Hozir qaysi holatda ekilgan, mana bu plyonkani qovun uchun, ildiz uchun qanday ahamiyatga ega, foydali tomoni qanday, qo'ldan kelganicha yoritib beraman. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kamchiliklar bo'lsa albatta kommentariyaga yozinglar. Bilmaganlarimizni sizlardan o'rganamiz. Akalar, mana bu qovunimizning navi sariq qovun, kimdirlar aytadi Hindiston malikasi deydi. Bu qovunimizni 10-mart kuni Biagomus bilan turpoqni 50 kunlik aralashtirib, urug'ini undirib olganidan keyin stikanga o'tkazganmiz o'zimizni uyimizda. 2-aprel kuni mana shunday holatda plyonka tortib olib, bu plyonkamiz 2 qatoriga 2 metrlik tortganmiz, qolganiga 180 lik tortganmiz. 2 metrlik tavsiya beraman, ozgina ko'p ketsa ham, nimagaki ertamindan yurganingizda ham palak kunani bekitgandan keyin bemalol yursangiz bo'ladi. Endi imkon qadar 2-3 uzumgacha plyonkani ochib yirtib yubormasliklarini tavsiya beraman. Bu plyonkega keladigan bo'lsak, mana shu ob-havolar har xil kelyapti, ko'ryapsizlar. Yog'ingarchilik, boshqalar deb ancha qatqaloq degan tomonlar, degan narsalarga ham ancha ahamiyatga ega. Birinchidan issiqlikni ildiz uchun yaxshi o'tkazib beradi. Ildiz rivojlanishiga ancha ahamiyatga ega. Shuning uchun mana bu o't o'lanlarga keladigan bo'lsak ham mana ko'rishlaring mumkin, sarg'ayapti. Endi bu yerga, bu 1 gektar yerimizga, maydonimizga 2 qop amofos, 1 qop karbamid sepganmiz. Karbamid sepishdan maqsad mana shu o't, plyonkani ichida o't o'lanlar gazlanishiga sabab bo'ladi. Qisman baribir o't o'lan chiqadi. Baribir bir marta bo'lsa ham chopiq qilasiz. Akalar, tavsiya beraman, albatta o'zingiz ko'chat yetishtirishingizda. Nimagaki ko'chat albatta bexato bo'ladi ekan. O'zim ko'rdim, narigi tomonda ozgina urug'larimiz bor. Qayta ola ekish ishlar ham bo'ldi. Bizdan boshqa qo'shnilarimizda ham hammani ko'chati yaxshi, urug'lar ham yaxshi, lekin baribir mana bu ko'chat holatidek emas. Uyingizda bemalol yetishtirsangiz bo'ladi. Hozir bemalol mana shu ijtimoiy tarmoq, ayniqsa mana bu YouTube'da hamma yo'q bor, bemalol mana shu ma'lumot olishingiz mumkin. Endi mana bu har bitta ko'chatimizda o'tkazib turganimizda 2 donadan ostiga amofos tashab, keyin suv quyib ekkanmiz mana bu ko'chatlarimizni. Ozgina 100 gramdan. Endi mana bu dalamiz, yerim maydonimiz namgarchilik kuchliligi uchun suv qo'ymaganmiz. Yeringiz agar qurg'oqchilik bo'lsa, suv qo'yib, keyin plyonka tortgandan keyin ekishingiz mumkin. Bir har xil so'rab, holatga qaraysiz, vaziyatga. Albatta sababini qilasiz. Shunaqa gaplar, kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz, akalar. Endi yana bitta narsani aytib o'tib ketaman mana shu yerda. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu 180 lik plyonka. Baribir kunani imkon qadar palak berkitguncha bu yerda yurmaslikka harakat qilamiz. Nimagaki bu yerda birdan ochib yuborish ham bo'lmaydi. Bu yerda yuradigan bo'lsak, mana bu ildizlarga havo kirib, qovunlarimizga bir zarar yetishi mumkin. Shuning uchun 2 metrlik tortsangiz bemalol yursa bo'ladi. Mana hozir plyonkani foydali tomoni o't o'lanlar ana shu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Baribir chiqadi, lekin foydasi albatta yaxshi. Qovunning rivojlanishiga ham. Akalar, mana shu yerda ozgina bizda bir xatolik bo'lgan.
tomoni. Endi xatolik emas. Ekay turgan mahalimizda niyatimiz bor edi, lekin ishchi kuchidan yetkiza olmadik. 300 grammdan 400 gramm, 300 grammdan har bitta ko'chatimiz ostiga biogomus solishimiz kerak edi. Yetkiza olmaganimizga sololmadik. Xudo xolasa keyingiliga solamiz. Biogomus har bir o'simlik uchun juda katta ahamiyatga ega. Nimagaki, ildizni yaxshi rivojlantiradi, namlikni yaxshi saqlaydi. Hosildorlikni ham yirik serhosil qilib 15 kun oldinga pishirib berishga sabab bo'ladi. Akalar, videomizni keng tarqalish uchun bittadan like bosib qo'yinglar, albatta boshqa insonlarga tezroq yetib boradi. Kanalimizda obuna bo'lmagan insonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana ko'rishingiz mumkin, narigi tomonlarimiz urug'. Baribir oldinda ketyapti ko'chat. Kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.